Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir Play X kanali. Hozir biz sizlar bilan Minecraftda qanday uy qurish mumkin, uy quradigan ilovalar qaysi, Minecraftni qanday sozlash kerak, shu narsalarni o'rganamiz. Unda ketdik. Birinchi biz Minecraftda uy qurmoqchi bo'lsak, birinchi Minecraftga kirib olamiz. Minecraftga kirib olganimizdan keyin Minecraftga bitta mir yaratib olamiz. Minecraftga bitta mir yaratganman men. Mana shu yerga hozir siz mir bo'lmasligi mumkin. O'sha mir siz yaratishingiz kerak. Mir yaratasizda o'yindan chiqasizda Google Playga kirasiz. Agar sizga uy quradigan ilova bo'lmasa, Google Playga kirib Build for Minecraft Pay. Mana bu narsani mana shunday qilib yozasiz. Mana shuni yozganingizda ustiga bitta bosasiz, mana bu bolg'acha rasm bor narsani yuklab olasiz. Mana shu bolg'acha rasm bor narsani yuklab olasiz. Men yuklab olganman. Keyin o'sha narsaga kirib ketasiz. Kirasiz o'sha ilovaga. Ilovaga kirganingizdan keyin buyoqqa har xilcha uylar chiqadi. O'zingizga yoqqanini tanlab olasiz. Qurasiz. Buyoqqa teksturalar, yasalgan haykallar ham bor. Lift, mexanika, har xilcha avtomatik narsalar, keyin uy, basseyn, arena, shunaqa narsalar bor. Keyin mana uylar, keyin haqiqiy uyga o'xshagan narsalar, orolchalar bor. Keyin qasrlar, mashinalar, teksturalar, rasmlar bor. Shuning uchun biz hozir bitta uy qurib ko'rsataman. Uyda qanday qo'yish ham ko'rsataman. Mana agar men hozir mana bu uyda men bitta reklama ko'rib olaylik. Reklamasi bo'lmaydi. Reklama bo'lmasam internet ishlamaydi, shuning uchun reklama bo'lishi shart. Reklamadan chiqib ketamizda. Mana o'sha merda bosganimizda bizga ochgan merimiz chiqadi. O'sha mer ustiga bosamizda bizga Minecraftga qaysi tarafga qurilishini bizga karta yaratib beradi. O'sha kartaga qarab biz quramiz. Mana men yaratgan yerga kartaga ko'rsatyapti. Shu joyga qo'yilsinmi yoki boshqa joyga? Xohlagancha pastdagi mana bu narsalardan boshqarasiz. Mana shu narsalardan boshqarasizda. Aylantirish bor, pastga ko'tarish bor, qo'yish bor. Xohlagancha uchib qarashingiz mumkin. Qaysi taraf qayerga qo'yilishi kerak, qancha balandlikka bo'lishi kerak. Hammasi bor. Mana bu shu joyga bo'lishdan hozir yes tugmasi, mana bu yes tugmasini bosish kerak. Bosasiz. Keyin o'zi mana yaratish boshlaydi. Mana ketyapti zagruskalar ketyapti. Endi ozroq kutamiz. O'zi aytadi. Mana dona chiqadi. Undan chiqamizda Minecraftga o'ziga kiramiz. Minecraftga kirganimizdan keyin ochgan merimizga kiramizda uyimizni tekshiramiz. Hozir Minecraft ochilsin. Kiramizda Minecraft worldimizga kiramiz. Kiryapti Minecraft worldimizga. Mana biz qurgan uy bunaqa paydo bo'ldi. Mana hamma narsasi bor. Uy hech qanaqa buzilmagan. Hamma narsasi ichida. Xohlagan uyingiz ichida faqat uyda ichida sandiq va narsalar ichiga hech balo bo'lmaydi. O'zingiz to'ldirib olaysiz. Bunaqa o'zining joylari bor, bog'i, uylari, mana to'shla qurilgan. Ichini ham bir ko'rsataman sizlarga. Ichi
GeoSga qurilgan. Hozir GeoSga qurilgan mana hamma narsasi bor, tekstura, hamma narsa. Mehmonxonasi bor ekan. Ko'p narsalar. O'zingiz qo'l bilan bosib quravering. Xohlasangiz mana shu men aytgan ilova bilan qurib olishingiz mumkin va do'stlaringizni hayron qoldirishingiz mumkin. Hovlisiga chiqishim ekan. Endi biz mana qurishni sizlarga o'rgatdim. Endi biz Minecraft qanday to'g'ri sozlash, mana bunaqa kompyuter rejimida, filsovoy rejimda qanday o'ynashni o'rganamiz. Birinchi nastroyga kirib olamiz. Settings degan narsaga kirib olamiz. Pastroqqa tushib touch degan narsa bor. Mana yoqqa touch degan narsa bor. Ana shu touch degan narsaga bosamiz. Mana yoqqa sleep control degan narsa bor. Sleep control. Mana yoqqa sleep control degan narsa bor. O'shani yoqib qo'ysak, Minecraftimiz hozir menga yoqtiribdi kompyuter rejimida. Agar o'chirib qo'ysangiz, mana bunaqa dumaloq shaklda bo'lib qoladi. Mana bunaqa dumaloq shaklda qo'lda bo'lib qoladi. Qo'lda xohlagan joyingizda bo'lsa, qo'yiladigan bo'ladi. Kim xohlasa o'sha joyga turaveradi. Kimdirlar mana shuni Minecraftga kompyuter rejimga o'ynashni xohlaydi. Shuning uchun o'sha narsani yoqib qo'yamiz. Bundan boshqalarni yoqib qo'ymangki, buzilib qolishi mumkin Minecraft. Keyin telefonga o'ynayotgan payt tugmalar kichrayib qolishi mumkin. Kichrayib sizga qandaydir noqulaylik keltirgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz bottom season 74 yo 75-kattalikka qo'yishingiz kerak. Mana yoqqa o'zi nastroykasi bor. Mana yoqqa nastroykasi bor o'zini. Shundan to'g'rilab olaverasiz. Keyin videoga o'tib pastroqqa tushamiz, mana bu narsani sal tushiramiz. Bu Minecraftda o'zini falgina tushiradi, yozuvlarni pasaytiradi. O'yinni tezroq narsa, uzoqroq joylarga ko'rishga qiladi. Xohlasangiz, keyin mana yerda brightness degan narsa bor. Yorug'lik. Kechasi yorug'roq bo'ladi ekraningiz. Mana shu yerda yoqib qo'yishingiz kerak. Yoqmasangiz, kechasi qorong'u bo'lib ekranga hech balo ko'rinmaydi. Agar 100% qo'ysangiz, kechalari ham bemalol zombilar uzoqdan ko'rishingiz mumkin. Keyin show mana pastdagi mana bu narsani yoqib qo'ysangiz, siz kompyuterda qanday qilib bloklar olish joyini o'zgartirsangiz bo'ladi. Pastga tushamiz, bizga mana shu yoqqanimiz ekan, mana shu joy ochiladi bizga. Mana shu joyi kerak. Mana shu joyga bosamiz. Va klassik qo'yamiz. Chunki kompyuterda klassikka turgan bo'ladi. Shuning uchun telefoningizdagi Minecraft xuddi kompyuterga o'xshab ko'rinadi. Keyin o'yindan chiqamiz, mana Minecraftlar o'zgardi mana. O'yinlarim qanday smoothly bo'ldi. Hastaklari mayda-mayda bo'ldi. Xohlasangiz katta qilib qo'ysangiz ham menga shunisi qulay. Sizlarga bilmadim qanaqasi qulay. Mana hozir bu yerda bossangiz mana chiqadi. Hamma narsasi bor. Mana xohlagan narsangizni mana shu kompyuterda qilib, kompyuterga xuddi shunday bo'ladi. Kompyuterda shunday bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizga to'g'rilab olsangiz ham bo'ladi. Menga ko'pincha mana shunday holatdagisi menga ko'proq yoqadi. Xohlasangiz o'zingizga to'g'rilab olavering. Men sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Hammaga xayr. Men videoni to'xtataman. Uy jangining ikkinchi qismi, shu videoga 10 ta laykdan keyin shu uy jangining ikkinchi qismini olaman. Hamma kutib qolsin. Hammaga xayr. Do'stlar, bolalar, layk va obuna bosib qo'ying kanalimga.